Ko'pchilik hozir qo'y boqadi deganda-chi, hamma demayman, ko'pchilik past nazarda qaraydigan bo'lib qolgan. Ana kuni bir joyga kirdim, endi o'tirmay, qattaligini aytmayman. Sen qo'y boqarmiding? Necha pul bo'lyapti? Qo'yib tegmay qolibdi-da. Xafa ham bo'lmadim, mayli dedim. Eng qizig'ichi, eng alam qiladigani o'zim o'g'allarim. Yig'ilib futbol ketyapmiz. Mashinasiga o'tirdim. Endi futbolga deganda, mana shu kiyimda ketaverdim. Formamda, men qo'y boqayotgan formamda. Olib bordi futbol o'yini boshqa qildik. Keyin ana boshqa ham ketibdi. Qo'ychini san olib ketgan. Men mashinamni mo'yka qildim. Ichini qo'y hidi qo'ryapti. Endi men qo'y boqqan uchun o'zimga bilmaydi, balkim kelsa kerak, iloji boricha men o'zimga qarab yuraman. Balkim kelsa kerak. Endi o'g'aylarimga ham tushuntirolmay oldin rasta tema qilardi. Shu fermada qolib ketib, qo'ylaring bilan jinni bo'lib qolsan, boshqa keyin o'zini olib kelib ko'rsatib, o'rtoq bunaqa narsa emas. Hamma payg'ambarlar qo'y boqqan, qo'y boqish sunnat. Ko'rsatib, mana yem yeyotganini ko'rsatib, mana o'rtoq maza qilaman joylarda, sen tushunmaysanlar deb olib kelib o'rgatib, og'aynim ham hozir o'rtoq 4 ta qo'y tashlab qo'ysam bo'ladimi deb yurtdi hozir ham. Qo'y baribir yaxshi jonivor. Men buni qiziqqanim uchun, o'zimga ham yoqqani uchun boqaman to'g'risi. U men kirligidan, hididan, o'zi menda hidi yo'q misol uchun. Balkim o'zimga bilinmas. Lekin bunaqa narsasidan qaramayman. Maza qilaman o'zim qo'y boqsam to'g'risi.